kelingda Primoy dehqondan deydi bitta shunaqasidan topib oldim. Gentra 7000 dollardan arzon yo'qamiz. Asli videoni oxirigacha. Aka, syomkani boshladik biz. Birdan Primoy kelyapmiz. Primoy dehqondan dedim. 15 deyiz. Kraskasi qaranglar. Faqat 10 tomon kiloda bordingizmi? Boshqa joyga yo'q. Absolyutni javob berasiz. Xadovoy motor korobkalari qanday? Ishi yo'q. Orqada ham akalar borlar, shuning uchun Primoy bo'lyapti. Mashinaning ichida savdo birdan. Ko'rsatavering mana. Bitta ko'rsatib bering, orqani ham mana. Aka, hujjatiga muammo bo'lmaydi. Yo'q, hujjatini ham ko'rsatib o'tamiz, qaranglar. 167 ming kilometr masofani bosib o'tgan, ashkalar qilingan ekan. Chiqol poliglari bor, endi o'rta holatda. Sabab narxini arzon qo'yamiz. Muhim narxida bo'lyapti. Propani bor ekan. Aka, narxini qancha qilib beramiz? Video registrator bor, ishlaydimi? Ishlaydi. Yaxshi, yomon emas. Mashina qaymoq rangda. Qo'shkasini qo'yaylik aka, qancha? 7000 deyapsiz, eshitoning. Faqat 7000 dan arzon qo'yishimiz kerak. Aka, 6 to'g'ri qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, 6 ga to'g'ri kelmaydi. 6300 so'rayapti. O'zimiz uyalib oldi deysiz. Gentrada baribir. Yili 15 ekan. 6300 ga bermadingiz. Bermayapsiz. Qanchaga beramiz aka? Beradiganimiz qo'yaylik. Qo'shilsa beramiz. 6300 ga qo'shsak beramiz. 6300 dollar. Agar qo'shsang, 1-2 so'm beraman deyaptilar. Aka, telefon raqamini ayting, men o'zigini qo'yaylik. 94lik. 94lik 100 100 18 18 86. 86. Keling, bitta bagajdan ko'rsatib ketaman sizlarga. Akalar o'tiribdilar, bu yoqda ovora qilmang, bitta ashkasini ko'rsatib keting. Shu ko'rsating. Mana bu yerga 2015 qaranglar. Mashinada ish yo'q. Diskga qo'yilganining o'ziga yarashadi. Sababi narx arzon bo'lyapti. 6300 dollar 1 so'm qo'shsang beraman deyapti. Zo'r, Nexia pul bo'lyapti. Sato 30 Gentra. Gentrani xumor tutadigan, kasal tutadigan insonlar bor, shuning uchun maxsus bo'lyapti bu video. Telefon raqam aytdilar ekamiz, buni haqiqatan dehqondan bo'lyapti. 2015 propani bor ekan, kraskasi yaxshi ekan, bitta kiloda bor ekan, probegi ham yaxshi.